Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz a'zolari. Oldingi videoda xabar berganimizdek, bugun o'z hovlimda issiqxona tashkil qilyapman. Xudo xohlasa, bugungi videoda issiqxonani qurilish jarayonidan ham ko'rishingiz mumkin. Mana xudo xohlasa karkazlari bitta. Kecha boshlanganda ish. Andijonlik ustalar jarayonni chiroyli qilib qurib bitkazib berishyapti. Xudo xohlasa mana korpusi chiqdi. Endi to'liq ma'lumotni ustamiz Shohjahon sizlarga ma'lumot berib o'tadi bir sotix bo'yicha. Shohjahon, o'zingiz ma'lumot berasiz. Bo'ldi, ma'lumot beramiz. To'g'risi mana siz uyingizga chiroyli qilib bir sotikda quryapmiz. Konteyner profilidan bo'lgan parnigimiz. To'g'risi shaklari 230 dan qo'yib chiroyli qilib qor, misol sizlarda qor ko'p yog'adi. Shu holatga moslab beryapmiz sizga. Bemalol keyin hosildorlik, pomidor, badring eksangiz ham hosildorliklarda bunga baylaverasiz. Bemalol qo'lingiz yetadi mana. Qo'lingiz yetadi. Ipini boylagan. Ipini tortsangiz. Keyin ikkinchi temirimiz, ikki burchak bo'lib turgan temirimiz hozir bu termizlik. Ikki qavat bo'ladi. Ikkinchi qavat salafanimiz ketadi buning ustidan. Shu orada vakuum bo'lib issiqroq bo'lishga xizmat qiladi. Xizmat qiladi xudo xolasa. Shu xizmatlarimiz bashi. Qo'ldan kelgancha mana o'zingiz ko'rib turibsiz, chiroyli qilib qo'yib beryapmiz. Juda chiroyli chiqdi, menga yoqdi masalan. Endi sizga savol, bir sotixga qancha material ketadi taxminan? Masalan, qiziquvchilar uchun. Xarajati endi qiziquvchilarga sizga endi kreditka bo'lyapti hozir. Ochiqroq gapirganimiz yaxshi. Naqd pulga 10 millionga qilib beraveramiz bir sotikni. Salafan и temir xarajatlari o'sha bitishi. Bitish holati shu 10 millionlarga bitaveradi. Shu Parkentdamiz, doim xizmatdamiz, telefon qilishaveradi. Ko'p yillik tajribaga ega ustalar ekan bular. Ancha yillardan beri shu ish bilan shug'ullanishar ekan. Auditoriyangizda Parkentliklar bo'lsa taniydi. 700 Xudo xolasa. shu yerdamiz. Tom, naves, bonni shunaqa ishlar qilib yuribmiz. Bundan tashqari bular naves, tom bilan shug'ullanishar ekan. Albatta. Temir bilan bog'liq har qanaqa ustachilikni qilishaverar ekan. Konteyner materialdan tom, naves, molxona, qo'yxona farqi yo'q. Qilaveramiz. Qurib berganmiz ham Parkentliklarga. Xizmat qilyapti mana necha yildan beri. Xudo xolasa. Xudo xolasa xizmatlarimizga ishonchli. Aloqaga chiqaverasizlar. Biz ya'ni tavsiya beraverasiz obunachilarga. Xudo xolasa. Men bularning ishidan juda ham xursandman. Juda chiroyli qilib bitkazib berishdi mana. Kecha boshlangan edi ish. Mana 2 kunda juda tezlik bilan ishlashyapti. 2 kunda shu darajaga olib kelishdi. Endi xudo xohlasa hali bunacha to'liq bitgani yo'q. Simlari tortilar ekan. Tepalarda yana ushatadigan karkazlari bo'lar ekan. O'sha mahkam ushlab turish uchun. Bosqichma-bosqich videolarni qo'yib boraveraman. Ko'rib, like bosib, fikrlarni izohlarda qoldiraverasizlar. Bu o'rnida oldin gilos ko'chatlari bo'lgan, daraxtlar bo'lgan. Ularni olib tashladim. Yani qarib ketganligi uchun hosildorlik kamayib ketdi. O'shaning uchun olib tashlab, o'rnida parnik, ya'ni issiqxona tashkil qildim. Mana terak ko'chatlarni ekib qo'ygandim. Endi bular vol bo'lmasligi uchun hozircha turib turadi. Keyin olib boshqa joyga ko'chirib ekiladi. Andijonlik ustalarning nomerlarini izohda qoldirib qo'yaman. Telefon qilib bemalol bog'lanib issiqxona qurdirish bo'yicha gaplashaverasizlar. Hammaga tavsiya qilamiz. Xudo xohlasa menga bularning ishi yoqdi. Juda mustahkam qilib ishlashar ekan. Konteyner materiali. Hammasi zo'r, ko'ngildagidek. Bemalol telefon qilib murojaat qilaverasizlar. Shohjahon ismi. Nomerlarini izohlarda qoldiraman.